Yaxshi, stadion tozalab qo'yishibdi. Молодец, ketdi. Tosh yog'ishi уже atmen bo'ldi-yu, ob-havo yaxshi. Давайте bolalar. Bitta gol uringlar, o'zim olib chiqib olaman. Bitta ur, o'zim ajratib olaman. Bitta ur. Oh, top bizda. Tennis top bizda. Oh. Voy, tosh yog'yapti. Tezroq, sizlardan ko'p narsa so'ramayapman. Bir dona gol so'rayapman, xolos. Akalar, bitta gol urib bersanglar, o'yinni to'xtataman. Uring endi. Oh, ko'ti bilan tepdi. Urolmadi. O'ynagingiz kelmayaptimi? Nima qilyapsiz, brat, bu yerda? Ha, poylayapman deng. Offside bermayman. Mana shu yerda turib turing aka. Mana shu yerda turib turing. To'p keladi-yu, hech urib qo'yasiz. Bilarammi? Xolosangiz mana bu varatali ishtondan tortib bering. O'ta qiziq emas bizga. Va tosh yog'ib, mana bu poylani qaranglar, tosh olib ketdi hamma yo'qi. Yaxshi, boshimizga tushmayapti. Давайте. Давай, bolalar, давай teping. Gol! Enasini emsin, bu gol. Tiqib berdik. Ammo ozman, boshimga tushyapti hozir. Chota meteorit yog'ayotgani sababli o'yin to'xtatiladi mana shu yerda. 99-minut. Minuta bo'ldi. 1-0. Braziliya alamli yutqizdi.